Raqamlar, ismlar, ko'chalarning nomlarini so'ramaydi. Lola Animation'ning bosh rejissyori, hozirda rahbar. Mana men hozir qaryapman. Zatoki ikkini byudjeti $200 million edi. Asl qilsa biz ham chiqamiz. Sizlarda $200 million yo'q edi. Baribir odam ichida azir shubha bo'ladi. Necha milliard budjetdan pul oladi. Qani o'rtada bityapti? Yo'q. Qani? Uni men faqat o'sha katta hamma oldida ko'rganim uchun ko'rdim deb o'ylayman. Bo'ldi. Endi u xatolarni bilaman. Endi biz bilamiz, kinoda ham, reklamada ham shunaqa joylar bo'ladi. Kesib tashlash. Sehrlandiyada shunaqa qanaqadir sahnalar bo'ldimi? Deyarli yo'q. Multfilm kimniki bo'lsa, bola o'shaniki. Agar multfilm amerikaniki bo'lsa, unga o'zbekning bolasi muxlis bo'lsa, o'zbekning bolasi amerikalik bo'lsa. Kimgadir maslahat berishga bo'lsa, rassomlarga birinchi navbatda peshicha o'rganish to'xtatib. Agar men sizlarni qisqa tanishtirib ketsam, men to'g'risi shtatda o'qimadim, men sizlarni Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha bir 2-3 yil bo'ldi, tanishligimiz. 2023 yili. Eslolmayman. 23. Raqamlar, ismlar, ko'chalarning nomlarini so'ramaydi. Tarixni ham so'raydi. Men eslolmayman. O'sha skverda o'tirganmiz, birinchi bo'lib o'sha tanishganimiz. Uni ham eslolmayman. Men ushbu yo'q edi eslolmasligida. Tanishtirib o'tmoqchiman, bu Azimjon aka. Lola Animation'ning bosh rejissyori, hozirda rahbar. Shun bo'yicha. To'g'rimi? И asoschilaridan desam adashamanmi? Yo'q, asoschi. Mana Lola Animation asoschisi Temurбек Akaf, Najot Ta'lim Asoschisi markaz tomonidan asos solingan kompaniya. Biz asos solingandan beri o'sha joyda ham ustoz, ham rahbar, ham rejissyor. Xullas, nima ish bo'lsa labbedik. Asos solingandan beri o'sha yerdamiz. hamda Convert Production'da bosh prodyuser. Ha, shunaqa. Convert Production bosh prodyuseri. Edim. Yo'q, haligacha 605 yil shunaqa hisoblaydi. Yo'q, shunaqa. Shunaqa hisoblanadi. И Convert Production'da ko'p ishlari rejissyor tomonidan mamnuniyat siz bilan qilingan bu narsa. Deyarli menimcha hammasi. Deyarli hammasi. Shu yil Shu yil davomida. Azimjon aka oldida Elyor aka. Elyor aka Lola Animation'da bosh rassom, Convert'da bosh rassom, tasvirchi rassom. Va yana nimani aytmadim men? konsept art direktorlar asoschini aytdingiz-ku, bosh rassomsiz Lola Animation'da konsept art direktor bu alohida yo'nalish o'rganishi yetishmaydi buni ko'pchilik. Multfilmlarda yoki bo'lmasa filmlarda ham bilgan, filmlarda ham yo'q, multfilmlar o'rganish uchun konseptlarni, hamma lokatsiyalarni dunyosini yaratib beradigan odam. Unga yana qolgan aniq qilamiz. Yo'q, endi rassomlik qilayotgan o'zi konsept art direktorlik degan narsa borligini bilsa-da. Haligi hatto rassom bor-da. Sehrlandiyani shun bo'yicha o'sha nima deydi, miri deylik. Dunyosi. Miri dunyosini Elyor aka yaratdi. Fantaziya qilib, Elyor aka tasavvuri orqali dunyoga vizual g'oyasi. O'zi mana shu Sehrlandiya o'zi nimadan boshlangan? Yaxshi savol. Keling, Lola Animation qisqa ochilgandan keyin Najot Ta'lim markazi tomonidan asos solinganda, ijtimoiy loyiha sifatida asos solingan va maqsadi O'zbekistonda o'zimiz o'zbek qora ko'zaga yaxshi insonni, farzandlari g'oyasini, qalbini, ongini buzmaydigan va o'ylashga, tafakkur qilishga qiziqtirish orqali yo'llaydigan multfilm ishlab chiqarish niyatimiz bo'lgan. Shuning uchun shunaqa kompaniyaga asos solingan va grant berilgandi. Shu 500 tacha odamni 20 ta bor tanlab olingan. O'zbek filmga grant berildi sizlarga? Yo'q, bizga o'zimiz Najot Ta'lim tomonidan, tomonidan grant berilgan. Bolalar tanlab olingan va bolalar tanlab olingan orasida birorta soha vakili bo'lmagan. Faqatgina missiya bo'lgan, maqsad bo'lgan. Biz shu jamiyatda shu og'riq bor deb hisoblaymiz, shuni ko'tarmoqchimiz. Bu film qimmat soha, mayli biz shunga finansiya qilamiz deyilgan. Va u grantchilarni keyin o'qitishgan, G'olibjon San'atxon tomonidan keyin 1 yil davomida va keyin safimizga Shuhrat Asayev, art direktor, 2D 3D bo'yicha animator, katta mutaxassis, rejissyor o'zlari qo'shilganlar va u grantchilarni olib, multfilm ishlab chiqarishda praktikada keyingi ta'limni berganlar va Lola Animation'ning haqli jamoasi ham Shuhratiga keldilar, men keldim, keyin yig'ilishni boshladi. Elyor akalar ham rassomlar sostavini, animatorlar sostavini, modellar sostavini, umuman tarkibini demoqchiman. Lola Animation'ning hamma tarkibini birga
qadama-qadam shakllantirib mana hozirgi kunga kelganmiz va o'sha vaqtda 3 ta loyihamiz bo'lgan. U vaqtda endi loyihani o'ylash vazifasi manda bo'lganiga "Baxt ulashing" nomli qisqametrajli multfilmimiz bo'lgan. Hozir 2 ta festivalda sovrin yutmaganu, lekin sovrindorlar qatoriga kirgan, ya'ni tanlangan nominantlar qatoriga kirgan. Undan tashqari 2026da ham 150 taga yaqin festivalga yuboramiz, Xudo xohlasa. 7 nafar birinchi ishimiz bo'ladi. Uchidik. Eng birinchi ishimiz va u ishimizni hech narsa qilishni bilmagan jamoa bilan qilganmiz. Deyarli hech narsa qilib, man grantchilardan nazarda tutaman, mutaxassislar qo'shilgan, rassomlar, boshqalar keyin. Keyingi ishimiz o'sha Sehrlandiyani demo versiyasi, g'oya versiya, pre-production versiyasi bo'lgan. Ya'ni kelinglar bir film ko'ramiz deganmiz. Qiyin janr bo'lsin, fantastik bo'lsin, boshqa bo'lsin deb pre-production qismiga tushganmiz va keyin u bilan birga Lulu Manala serialiga tushganmiz. Uchli ikkita kichkina mitti qahramonlar 20 ta qismli bir vaqtda olib ketganmiz hammasini. Va yaqinda bolalar kontent rivojlantirish markazi ochilgan edi. Davlat administratsiya rahbari Said Shavkatini bolalar kontent markazi rahbari Jahongir Ahmedov chaqirib, nima qilsak soha rivojlanadi degan savol bor deb ko'rishganda hamma taklif bergan, hamma studiyalar biz qatori. Keyin biz ham o'z loyihalarimizni tanishtirganmiz. Va bolalar kontent rivojlantirish markazi biz sizlarga ishonamiz, imkoniyat bersak, shu yili to'liq metrajli film qila olamizmi degan savol o'rtaga qo'yishgan Jahongir Ahmedov. Keyin bo'lsa ham qilamiz deganmiz. Tavakkal qilish kerak bo'lgan sababi birinchi va balki boshqa bo'lmasligi mumkindir bunaqa imkoniyat. Chunki butun boshli davlat ishlanyapti, shu sohani rivojlantirmoqchi. Hukumatda ham, xalqda ham tartibi o'zimizni o'zbek farzandi o'zbekcha multfilm ko'rishga haqqi bor degan narsa bo'lgan. Faqat nimaki dunyo rivojlangan bu narsada biz tez erishishimiz kerak. Hech bo'lmasa isbotlay olishimizni qisqa fursatda ko'rsatishimiz kerak. Va hamma ishlar deyarli qilingan, to'liq metrajli 3 film multfilm qilinmagan edi O'zbekistonda. Va bu bo'lganda ham zo'r bo'lsin deydi. Jahongirga qayta-qayta aytganlar, bu multfilm ham zo'r bo'lsin, g'oyasi ham zo'r bo'lsin, animatsiyalari ham zo'r bo'lsin, ovozlari ham zo'r bo'lsin. O'sha Hindistonda Jansak studiyasida o'sha ovozlashtirish, boshqa ishlari bo'ldi. O'zimizda o'sha eng yaxshi bastakorlar, musiqalar o'zimiz premyeraga tushgan musiqalari boshqacha bo'lgan. Filmni o'zida filmga yarashgan demoqchiman, ya'ni hamma narsasi vizual animatsiyalariga ham urg'u berilgan, hamma narsasi bitta bo'lsin, birinchi bo'lsin, loyiq bo'lsin va shuni orqasidan shu budjet ishonchini, xalq ishonchini oqlasinki, mana O'zbekistonimiz o'zi qora ko'zda ibro oladigan, hech bo'lmasa qanchadir foizini bajarib turgan narsa bo'lsa, yo'q, lekin yaxshi gaplar, yaxshi duolar oldik orqasidan. Umuman mana Lola animationni bor bo'lish maqsadida missiyasi shu edi, qisman erishdik. Endi shu yo'lda davom etish uchun Xudoga shukr, qattiq bir оборот deydi, to'xtamga оборотga kirib olganmiz. Ya'ni kuchli jamoamiz bor, kuchli tizimimiz bor, rivojlantirib boradigan tizimimiz bor. Bizga ishonadigan hamkorlarimiz bor. Bizga yo'limizni ochib beradigan ustozlarimiz bor. Demoqchimanki, bu soha O'zbekistonda hech qachon o'zini narxini oqlamagan soha. O'zi dunyoda film sohasi foyda keltiradigan top sohalarda turmaydi. Merch orqali katta foyda qilishadi. O'yinchoqlar sotishadi, produksiyalar sotishadi. Shu orqali davlatlar asosan qo'llab-quvvatlaydi. Sababi shu filmga o'xshab bunda ham g'oya turadi, orqasida propaganda turadi. Hamma o'zini haqqini, jamiyatini himoya qilishni istaydi. Shuning uchun. Bu ham xuddi shunaqa kategoriyalardan biri. Xulosa qaytadigan bo'lsam, Sehrlandiya bu mutlaq o'zbek xalqi va o'zbek spetsialistlari tomonidan, mutaxassislar tomonidan yaratilgancha o'ylangan, o'zimiz o'zbek qora ko'zda uchun yaratilgan to'liq metrajli multfilm. Men bundan oldin endi ko'rdim, bundan oldin menda nima bor edi? Do'ppi degan pomidor bo'lardi-yu. O'shanda titrlarni qarab chiqdim, baribir ham ko'pi rus. O'sha rus endi O'zbekiston jamiyat o'laroq kattamiz-ku. Har millat 100% men masalan o'rislar o'zbek demaydigan joyim yo'q. Ular ham O'zbekiston fuqarosi bo'lishi mumkin, lekin balki shu Rossiyada o'qib kelgan spetsialist bo'lishi mumkin-da. Bizda yo'q edi. Men siz tushundim. O'zbek qora ko'zlar orasida bu mutaxassislar tanilmagan yoki haqiqatda shunaqa. Shuning uchun ham biz grant berganmiz. Bizda bilasiz-ku, nima trendda bo'lsa shu sohaning orqasidan ketiladi. Mana kimdir borib adasiga multfilmchi bo'laman desa, turib oilani boq deydi, misol uchun 90% shunaqa deydi. O'zi san'at qilgan soha bo'lsa, o'zbekchadagi multfilm
bo'lmam O'zbekistondasan. Endi shu anaqalarniyam, baryerlarniyam, shunaqa o'ylashiyam sindirildi degan umiddaman. Sababi juda ko'p shu soha vakillari bolalar kontentini rivojlantirish markazi ochilgandan keyin ishonchli kelajagiga umid ko'rdi. Sehrlandiya multfilmidan keyin u 2 karra umid ko'rdi. Elyor aka, sizga savol. Tushunishim bo'yicha Azimjon aka sizga taklif bilan chiqdilar. Sehrlandiya degan loyihani ssenariysi bo'lmasa ham o'sha sinopsisi bo'ladimi, o'shani ko'rsatdilar. Shu joyda. Sinopsis yo'q. Yo'q. Elyor aka jamoamiz tashkil topganda, karantinlar qo'limizga kelganda, rassomlar jamoasi tashkillashtirib o'tganimizda eng birinchilardan bu safarimizga qo'shilganman. O'sha kundan beri hozirgacha bizlar hamma loyihamizni konsept art direction deyiladi, prop stretch hammasini eskizlar, raskadrovka, kamera harakatlarni postanovkasi Elyor akani muallifligi. Men shuni so'ramoqchi edim. Siz qanaqa boshladingiz bu ishni? Sehrlandiyaning dunyosini yaratish, faqat Sehrlandiyadan boshladik. Hozir Endi bunga kelsasizlar, qarang. Mana bu narsa Sehrlandiya optoda yaratilgan rostdan. Mana shu yili bo'ldi hammasi. qanaqachi? Kelishilganmi? Ana obrazlarni baribir biladan bilib. Hozir buni tushuntiradi. Men anaqa deb deydi. Sehrlandiyaning dunyosini yaratayotganda siz nimadan boshladingiz? Hop, Sehrlandiyaning dunyosi o'zi aslida o'sha ssenariysi yozilgan, rejissyor tomonidan ta'rif berilgan bizga. Misol uchun art direktor. O'zi bizning ishimiz nima? Misol uchun bizga ssenariy berilganda so'raymiz. O'sha ssenaristlardan, rejissyordan, art direktordan sizlar qanaqa ko'ryapsizlar buni? O'zi ichida nima tasavvur qilgansizlar? O'sha narsalarni ochiq misol uchun aytishadi misol uchun. Hammasini. Chunki eng qiyin narsalardan bittasi ana siz kimdir nimanidir tushuntirganda siz buni odamlarga ichidagi dunyosini gapirilgan gaplarni siz realizatsiya qilib berishingiz kerak, vizual ko'radigan narsa qilib berishingiz kerak. Sizga ta'rif berishim kerak, bo'ldi. Menga o'zbek anosiga intellektiga tushadigan personaj kerak. U ham sho'x bo'lsin, ham aqlli bo'lsin. Endi siz uni qanaqa tasavvur qilasiz? Tushunasizmi? Gapda sizga ta'rif beradi. Bo'ldi, siz uni o'shani shirin yoki ko'zi yoqimli qilib chiqarib berishingiz. Har taraflama, xarakter jihatdan, o'sha rang jihatdan bir-biriga proporsiyalar to'g'ri keladigan qilib. Sehrlandiyaga keladigan bo'lsa, o'sha bizga berilgan, biz so'raganmiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi, bu o'sha narsalarni aniqlashtirib olganimizdan keyin o'zi boshlangan bizda o'sha. Bizda o'zi umumiy bizda rassom deyiladi. Endi o'zbek jamiyatida rassom hisoblanadi ko'pchilik. Hop, lekin terminlar bo'yicha konsept artist. Konsept artistlar o'zi bo'linadi. Ana xarakter shu personajlar degan xarakter dizayn deyiladi, o'shandan bo'linadi. Uni отдельно boshqa odam qiladi. Bizda Shohsanam degan qiz bor, u faqat personaj bilan shug'ullanadi. Faqat personaj chizadi. Qolgan bu yoqda ketdi ona. Background, fonlar, lokatsiyalar, props detallar, raskadrovka, keyin o'sha multfilmdagi postanovka ularda hozircha menda. O'sha 2022-yildan boshlab ish boshlagan bo'lsak, o'sha yildan beri shu loyiha jamoasida rassom bo'lib ishlab kelaman, ya'ni konsept artist. Bu orada o'sha aytganimga hamma rassomlarni birlashtirib turadigan ustozim Shohbek Asay art direktori borlar. Ya'ni hamma stilistikalarni o'zi aslida hamma filmlarimizda stilistikalarni yaratib berish, o'ylab berish, nuqtasini qo'yib berish vazifasi bo'ladi bo'lsa, tortib ketish jamoada bo'ladi. 10 ta variantda jamoa bersa, orasida kelinglar mana shuni mana qilaylik deb aytvoradigan o'sha o'zoyli tajribaga ega art direktorimiz Shohbek Asayev misol uchun multfilmni umumiy vizual stilistikasiga mana ular javobgar. Har bitta multfilmimizni shundan kelib chiqqan. Har bitta multfilmimizni umumiy vizual stilistikasiga oxirgi anaqasini nimaga ko'ryapman, sababi nimaga unaqa stilistik o'laroq multfilmimizda Sehrlandiyada ko'zsiz ishlatganmiz. Va bu juda riskovый bo'lgan. Umumiy uylarimiz ham. Eslasiz, ko'rsiz O'zbekiston qishlog'ini boshqacha tasavvur qilganmiz, biroz shaqona bo'lsin deganmiz. Ko'rsiz, O'zbekiston qishlog'i emas ekan deysiz. Filantropiyalarimiz qanaqa boshqachaligi bor. Yoki bo'lmasam kelajagini. Hozirgi Toshkentni kelajagini aniq qilganda siz planshetlaringizni olib kelib eskizlaringizni Elyor aka birinchi chizgan eskizlarni ko'rib, mana filantropiya boshqa biz maza ko'rardik-da. O'shalarni ko'rib, multfilmda nima bo'lardi? Biz bir narsa o'ylardik.
bir chizib bergandan keyin bundoq ko'ramiz, u yana o'ylagingiz keladi. Ha, u tasavvurda bunaqa o'zi yaratilgan nima qilib bo'larkan deysiz-ku. To'g'ri, finalniy oxirgi rezultatda uni qanchalik qilolmaysiz texnik qobiliyati yo'q. Uchligini imkoniyatlarida. Lekin o'sha dunyoni yaratib olish muhim. O'sha filantropiya dunyosini yaratib olganini ham men eslayman. Yo'lki birinchi shu o'zi qorli olamni har xil rakursdan tasavvurlar bilan chizganlar hech qanaqa вопрос bu savol bo'lmagan. Buni qila olamizmi degan savol bo'lgan faqat. Yoki kelajakni. Misol uchun chizilgandan necha foizi bo'lgan? Bundoq qarasada. Lekin Necha foizi bo'lgan? 20-30% evro olganmizmi yo'qmidi? Chunki shunaqa bo'lishi kerak o'zi. O zaman imkoniyat, texnik imkoniyat yo'qmi yoki bizda yo'qmi? Yo'q, bizda hamma narsa bor. Texnik imkoniyatga o'tgandan keyin productionga o'tganda ba'zi narsalarni yo tashlab o'tasiz, yo kerak emas bo'ladi, yoki qisqa yo'ldan ketasiz, majbur bo'lasiz. Vaqt hisobiga. Bu narsaga ko'p narsa ta'sir O'zi filmlar pre-production, syomkada umuman boshqa narsa bo'ladi. Hamma narsa, nafaqat vaqt, hamma narsa. Uning ichiga shu texnik imkoniyat ham kirib ketadi. O'shalarni ko'rganda, o'sha kelajak olamimizni ko'rganda, o'zi man aniqoli nahotki shunaqa narsalarni biz qilyapmiz degan narsa bo'ladi, tushuncha bo'ladi odamda. Ammo personajlar mana shuni bor edi savolimda. Personajlar mavzusida menda bitta multfilmda ishlab ko'rganman albatta. Qanaqa bo'lgan? Qiyin sahnalarni syomka qilib berganman. Ular nimaga bilmayman, aniqini tushuntira olmayapman. O'shanda obrazlar tanlashda, misol uchun главный geroylarni tanlashda sizlar qanaqa kastinglar bo'lganmi? Yoki u faqat haqida o'ylab topilgan narsa. Aynan Sehrlandiyanikini aytaman. Biz 5 kishilik ssenariy jamoasi bilan boshlaganmiz buni. Va juda katta muddatda o'zini ssenariydagi personajlarni yaratib olishga ketkazyapmiz. O'sha Jaloliddin, Timur, Bobur bularni hammasini sochini rangi, kiyimini rangi, xarakter hammasini 3 oy vaqtimizni shunga ketkazyapmiz. Nimaga unaqa bo'ladi? Ular liniyada chatishganda nima bo'ladi? O'sha to'rt xil olam yaratgansa, rassomlarga oson bo'lishi uchun to'rt xil shaklda bo'lgan e'tiborli personajlarimiz ham xarakterigacha to'rt xil ketgan. Biz hammasini bog'chalarga borib, filmlarni ko'rib, asosan partiyalar bog'chalarda haqiqiy real bolalarni kuzatish orqali natija ssenariy bilan ko'chani kuzatardik, kelib o'rtaga to'ktardik. Ko'chani kuzatardik, o'rtaga to'ktardik. Eng yaxshilarini olib qolardik. Shunaqa qilib qahramonlar qilingan, o'ylangan. Zamon qahramonlari bor, Olabuja qahramonlari bor. Bular o'sha antagonist. Olabujani kimdan olgansiz? Olabujani ismini bizga o'sha bolalar kompyuter rivojlantirish markazida Xurshid aka degan ssenarist akamiz yordam qilgandi. Bu borada uni birinchi ismi Makar edi. Ishchi ssenariydagi nomi Makar bo'lgan. O'sha Jahongir Gahmudov Olabuja taklif chiqdi deganda shunaqa boshidan ikkilanganman. Olabuja. Keyin bilganmanki, bu ism o'ylagandan tochkasi bo'lgan ekan. Personaj bitta ko'rib Olabuja deyilgan ekan. Olabuja va buja personajlarimiz bor, kichkinagina. Bular hammasi Nomlari-chi, nomlari? Ulug'bek, Bobur, bular ssenaristlar bilan birga, yana o'sha markazdagi badiiy rahbarlarimiz bilan birga o'ynagan o'zbek jamiyatiga nima taqdim qilsak to'g'ri bo'ladi. Ularning xarakteri filmdagi o'sha ismiga ham mos bo'lsin, personajlar xarakteri qilgan vazifasiga ham mos bo'lsin. Masalan, Timur himoyachi. O'zimiz bilgan Timur. Qalqon, o'sha askar, eng glavnis liderdek ko'rinadi. Endi bir o'zini tarixiy qahramonlarini tushadi deya olmayman. O'zi shu narsa o'ylangan, tarixiy. Eslatsin. Eslatsin. Kiyimlaridan tortib vizual andozalar hammasi eslatsin deyamiz. Va yana nimaki, bizda konsept propsada lokatsiyalar va o'zim mutaxassis sifatida aytaman, ustunlik tomonimiz. Buni premyerasiga o'sha Hayma Washingtonga Disneyda vitse-prezident ilmiy mukofoti sovrindorlari bizni studiyamizga tashrif buyurdi. YouTube'imiz o'zi ich-ichimizda yotganimiz bo'lganlikda, nimaki buni qilib bersak, ya buni o'zbekistonliklar qilmagan degan his bersa. Video ko'rganda hammamiz bilmayman, menda qattiq o'tganda shu ishonmaslikda iloji boricha odamlar. Shu imzoni har bitta qatlamda berishga harakat qilganmiz ssenariyda ham.
konsertdayam, shu g'oyadayam, bir animatsiyadayam o'ta hazilakam animatsiya bo'lmagan. Shu qismat renderdayam, bitta narsani aytib VFXdayam. endi premyeraga tushdimku man ko'rib o'tiribman. Ulug'bekda biz основной герой o'sha Jaloliddin. Jaloliddin Asosiy Jaloliddinni anaqa tez charchab qolishlari ko'ryapmanda. Azimjon aka bilan toqqa chiqqanimiz bor. To'xtab qoladi. To'xtalaring charchab qolishlari. Shunda birga bir voy deyman aka o'zlaridan oldilarmi deyman. Jaloliddinni ko'raman, Azimjon aka manda qoldi qo'yasizdi. Elyor aka sizga savol. Endi bu juda katta ish. Siz qanaqadir referenslar ko'rganmisiz bunga yoki qanaqa tayyorlangansiz? Siz tayyorgarchilik bo'lgan? Referenslar ko'ramiz. Chunki bu butun dunyoda bor narsa. Referens ko'rmasangiz bo'lmaydi. Siz referens azini ko'rasiz, o'shandan keyin sizga ichingizdan qaynashni boshlaydi. Shunaqa, man birga bir ko'chirish tursa. Ilhomlanish masalan. Ilhomlanish bo'ladi. Nimadan ilhomlangan? Hamma narsa yaratilgan. Har xil narsa, misol uchun har xil saytlardan ArtStation, Pinterest yoki kino yoki multfilm hammasida ko'rasiz. Imkon qadar. Endi menga o'zi eng ko'p aniq qiladigani, men referens topishdan ko'ra, men o'zim chizib qo'yganim shundan ko'proq vaqt yutib. O'zi aytmoqchiman hozir. Elyor voqea nima chizib bersangiz, deyarli feedbacksiz narsa chizib beradilar. Referens topishimga aytaylik bitta feedback berildi. Shuning uchun feedback sizga zadacha berildi. Zadacha birinchi kallangiz keladigan siz misol uchun uni topa olmaysiz. Shunaqa ko'p, menda eng ko'p vaziyat masalan referens qidirish bo'ladigan bo'lsa, ko'p vaqtim ketadi. Undan ko'ra o'zim chizsam, ko'rsataman. Mana shunaqa narsani qiluvdim desa, bo'ldi, juma to'chiga urdi. Agar yo'q, men boshqa narsa tasavvur qildim desa, keyin yana referens qidirish boshlaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bir xil narsa bor, bir xil odamga nimanidir tushuntirmoqchi bo'lsam, sal уже tushunmayotganini sezsam, kel, to'xta, men chizib bera qolaman. O'shani tushunasan. Shu narsa ketadi avtomatik. Endi men misol uchun har bir yo'nalish odam bo'ladi-ku, bir xil oddiy gapni tushunmasligi mumkin. Bir xil ssenariyni o'qib ham vizualni ko'ra olmasligi mumkin. Uni keyin kadrlar bilan, rastarovkalar bilan qilib berganingizdan keyin hech bo'lmasa 50% vizualni ko'z oldiga keltiradi. Bu harakatlar mana bundan keyin bo'lib ketadigan. Lekin raskadrovkalar hozir maza qilaman aka. Men eslayman, kichkina xonada o'tirib olib raskadrovka qilardik-da. Bot raskadrovka qilardik. Biz eng boshida professional bo'lsin deb harakat qilganmiz-da endi. Chunki ishonib bizga mablag' kiritilyapti, imkon berilyapti-da. Ishoning, haqiqatda majincha raskadrovka turibdi hozir bizda. Bu eskizlardan tashqari chiqqan, haligi probitchinglardan tashqari chiqqan toza sof. Sahnalar sonasidan chiqib qoldi. Juda ko'p sahnalar. O'zi har bitta boshida Azimjon aka rasmlar qilganimizda birdan o'tirib qilamiz deganmiz. Endi baribir Azimjon aka bitta men bilan emas, juda ko'p jamoalar bilan ishlaydik-ku. Vaqtlarni tutish qiyin bo'ladi. Misol uchun 1 soat o'tiramiz, 1 soatda misol uchun dastlabki o'tirib kelishib, mana qanaqa akkuratniy liniyaviy chizamiz desak, ko'p vaqt ketib qolyapti. Keyin to'xtang, Azimjon aka bilan gaplashib ko'raylik. Qanaqa? Birinchi cho'rni olamiz, tez-tez rakurslarni gaplashib olamiz. Ko'pchilik sredniy krupniy detallarni gaplashib olamizda, bo'ldi. Keyin siz bemalol boshqa aniq ko'rasiz. Men uni detalni keyin o'zim o'shanda chizib turaman. Sizda cho'rnoy aniq bor, shparovka qilib olamizda. Tez-tez. Keyin bu yerda men o'zim uni liniyaviy chizaman. O'shanda siz ham hammaga aniq qilamiz. Mana kelishuv. O'zi hamma sohada o'zi moslashuvchanlik, kelishuvchanlik zo'r narsa. Bizni kompaniyaga qarasang moslashuvchanlik bitta. Kompaniya o'z nizomlari bo'ladi. Bizda to'rtlar bor, professionallik, bittasi moslashuvchanlik, bittasi ijtimoiy mas'uliyat. Jamiyatdagi og'riqlarni ustiga turamiz imkon qadar. Eng to'rtta sekreting. Biz jamoa qo'shilmoqchi bo'lgan shu 4 odam mana shu xislatga yo'q qabul qiladi, yo'q o'zida bo'lsa. Bo'lmasa gap yo'q, qabul qilsin. Mana shunaqa deymiz, ya'ni chunki ijtimoiy mas'uliyat his qilmasangiz baribir hech kim boshqa ish qilgandaydi. Sehrlandiyada qaysi ijtimoiy mas'uliyatni siz endi pasiv qilib qo'ymoqchi bo'lasiz? Sehrlandiyadagi asosiy yetib borsin degan g'oyamiz birlashish ustida. Birlashish. Inson sifatida ham, mutaxassis sifatida ham o'zimizcha qilib ko'rganimda
Manimcha jamiyatdagi eng foydali narsa bu birlasha olishdir va manimcha eng ko'p eshitgan kamchiliklarimizdan birlasha olmaslik deb bilaman. Ko'p sayohat qilganman, ko'rganman bu narsani va u bekorga o'zbek o'ziga bekitmaydi-yu, bor ozgina hammamizda shu xarakter. Birlashish o'zi qiyin. Lekin biz shu multfilmda hammalar bolalar to'rttalovi bitta narsani yaxshilikni ustida birlashadi. Bu bir. Ikkinchisi bir-birini himoyasini ustida birlashadi. Bu ikki jamiyatni himoyasini ustida birlashadi. Bitta missiyani ustida birlashadi, ya'ni birlashadi. Birlashish to'rt xil xarakter, to'rt xil dunyo. Bola o'qib ko'ramizda. Haqiqatdan maza ekanda. Mana kimdir Jaloliddin bor, ko'cha to'lada Jaloliddin bor, shu bizni qahramonimiz. Kimdir o'sha Bobur, kimdir Temur o'zini ko'radi hamma. Va o'ziga o'xshamaganlar bilan bir katta narsani bajara olishi mumkinligini multfilmni ko'rib agar ongosiga singdirib ketsa, birinchi premyerada 2000 ta bola o'tirgan, 2000 ta muxlis o'tirgan bo'lsa, 1700tasi yosh bolada. 1700 ta bolani 1,5 soat ko'chaga olib o'tirish uchunchi qiyin, juda qiyin. Voy bu nima qiladi, bunisi nima qiladi, yana sovuq kimdir, sovuqda bolalar tez hojatxonaga chiqib kelib qoladi, keyin 1700 ta bola shunday o'tirganda qahramonlar bilan birga. Hali qahramon o'lsa bolalar ham o'lgan, tirilsa bolalar ham tirilgan. Oqsa hammasi qarsak olib, albatta ha, demak kirib boribdi film. Eng yaxshi rezultat bu. Ha, o'sha bolaga kirib borgan maqsad ham shudir, o'zi bolaga kirib borish uchun. Rejissyorlar, umuman ijodkorlarga qo'rqadigan narsasi odamlar tushunarli. Hop, tushunarmikin, odamlarga yoqarmikin. Keyingi anaqa odamlar esida qolarmikin. Va buning uchun marketing katta ish qilgan. Nimaga merchlarni, tarixda birinchi marta O'zbekistonda bir produksiyani bostan produkt sifatida chiqarishdi. To'liq metrajli multfilm xalqaro darajada xalqaro sifatida bo'lsin va uni merchlari xalqaro darajada bo'lsin. O'yinchoqlari, kitoblarigacha ishlab chiqarildi. Hamma narsasi qilindi. Ya'ni imkoniyat berilsa markazga, markaz studiyalarga imkoniyat beradi, studiya mutaxassislarga imkoniyat beradi va biz bemalol dunyoga ochira olamiz. Ya'ni bu yo'nalishda endi. O'zimizda 7 million yosh bola bor. Shu sohada demoqchimanki, bozor katta. 7 million yosh bola bor. O'zbekiston potensiali juda katta mediada, multfilmda ham potensiali juda katta. Faqat buni olib borish kerak, yurg'izib borish kerak. Endi siz buni yurg'izib oldingiz, multfilmni o'yinchoqlarni tasavvur qilasiz. Biz har o'yinchoq bozori o'cha ulg'aymagan. O'zbek bolam deydi. Bolasi shu narsani olib bersa, o'zbek olib beradi, yaxshi narsa bo'lsa. O'zi byudjet masalasi sir bo'lib qoladimi yoki Sir bo'lib qoladi. Endi chunki har bir studiyani o'zlarimiz bor. Byudjet yomon emas. Nima demoqchimanki, yomon emas degani davlat bu darajada e'tibor berishini to'xtatgan. Lekin mana bizni kinoteatrda raqobatchilarimiz Zootopia bo'ldi. Yana Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan Chебурашка, Tribagatsiya yoki bo'lmasa Простоквашина. Biz ikkinchi bo'ldik adashmasam. Faqat Zootopia bizdan o'tib ketdi. Yakshanba kunlari ular ham o'ta olmadi bizdan. Demoqchimanki, kichkina byudjet bilan mana shu yerga qahramonga ketadilar. Sal kichkina avtomat bilan katta jangga kirib ketsa, raqobatchilarning havatar deydilar. Raqibga kichkina byudjetcha bilan xalqaro bozorda kichkina byudjet demoqchiman. Hech narsa emas. Buni nima demoqchiman? Haligi berilgan byudjetga nisbatan aytmoqchi emasman. Hammasi tushunishimiz kerak, multfilm sohasi qimmat soha. Masalan, mutaxassislar bilan Mutaxassislar yana ko'p o'zi yo'q. Ko'p deganda yo'q, sonini aytmayman. Mana bitta multfilmda mutaxassis o'zi ko'p. Mana biz hozir rassomlar rejissor o'tiribdi, ishxonada 40 ga yaqin mutaxassis bo'lsa, paytlarimizni o'zi biz qisqartirganmiz, 16 o'zi qanday jarayon bor, etap bor. Har xil studiyalar paytlarni har bizda layout maker bor, misol uchun animator bor, generalist bor, FX bo'yicha mutaxassis bor, FX bo'yicha mutaxassis bor, supervisor animatorlar bor, modelchi bor, personaj rassom bor, bular misol uchun postanovщик rassom bor. juda ko'p odam. Juda ko'p. Mana men hozir qarayapman, Zootopia 2 byudjeti $200 million edi. Nasib qilsa biz ham chiqamiz. Sizlarda $200 million yo'q edi. Bizda $200 million manimcha yo'q edi. Manimcha yo'q edi. O'zi suv ichib turardik. Ko'l ichib turardik. mana sentrlarning rostdan ham o'zi oson bo'lmadi. Har bitta yo'nalishdagi mutaxassislar uchun, o'sha mutaxassislarning qo'lidagi yana mutaxassislar uchun hamma tayyor edi. Tayyor bo'lgan ekan, mana ba'zi joylarga o'shani qilishdi. Olishdan oldin, misol uchun, jamoa bilan maslahatlashdi ham, maslahatlashganda bolalar
qila olamizmi? Uddala olamizmi? Misol uchun baribir odamni ichida ozgina shubha bo'ladi. Shubhada bo'lsa ham ha deyishdi. Man o'zim ham shubhada bo'lsam, ozgina shubhada bo'lsam ham ha dedim. Olindi mana qancha qiyinchilik bo'lsa ham yoki ruhan tayyor edik. Chunki tayyor bo'lganimiz uchun olindik bu narsa. Lekin jismonan charchadik. Charchadik deganda misol uchun shunaqa mutaxassislar bo'ldi. Dejurniy ishladi. Misol uchun bittasi uxladi o'sha kuni. Premyerada edi o'zida. Bittasi uxladi. Misol uchun o'zi soat 12da ketyapti. 12:01larda ketyapti. 12:00 ketganmiz. Azizjon aka o'zi ertalab soat 4da ketib, 5-6da yana qaytib kelgan joyi bo'lgan. U ham nimaga ketgan? Borib bitta cho'milib keldik yoki biror narsa qilib keldik, oilamdan xabar olib keldik degan joylari bo'lganda. Misol uchun mana shunaqa joylari bo'ldi, qiyinchilik bo'ldi. Yo'q emas, lekin bolalar tayyor edi. Chunki qiyinchilikning orqasidan yanada o'siladi. O'zi mana qarang, stressda uncha odam birlasha olmaydi-da. Lolada shu narsa sizda bilinmas. Bizda jamoa yaxshi-da, alhamdulillah. Jamoa yaxshi. Qarang, birlash bekorga multfilmimizni an'anasi ham birlashib bo'lmagan. O'zimizda borki, Xudo shu miyaga qalbga birinchi solgan. O'zlaringda borma boshladi. Mana misol uchun mana bo'ladi-ku, har bitta yo'nalishda hech bo'lmaganda 2-3 ta odam bor-da, har bitta yo'nalishda. Eng kami render bilan manimcha rassomlar bo'lsa kerak hozircha. 2 tada, 2 ta. Aytmoqchi bo'lganim mana bittamiz endi hammada bo'ladi. Misol uchun kasal bo'lib qolishi yoki qanaqadir oilaviy muammolar bo'lmaganda o'sha odamni o'rnini to'ldirib turish uchun harakat qilingan. Misol uchun mana animatorlar qanaqasidir ma'noda bittasi shunaqa vaziyatga tushib qolsa, uni ishi bor, kunlik har doim ishi bor. Men uni o'rnini to'ldira olmayman. Chunki men hudujikman, animatsiya qila olmayman. 3D animatsiya qila olmayman. Men uni to'ldira olmayman. Endi uni hamkasb to'ldirib ketadi. Bizda shu narsa yaxshi. Jamoaviy muhit yaxshi rostdan mana bir-birini ishi sal, misol uchun oilaviy jihatdan yoki sog'lig'i jihatdan oqsayotgan bo'lsa, sirasi uni o'rniga keladi. Buni qo'pol qilib aytganda bitarib zavod qildirib yuboradi. O'sha vaziyatda. Misol uchun o'sha joyda misol uchun kunlar, haftalab qolib ketgan joyingiz bo'lmaydi. Endi unaqa bo'lmasin ham ilarishi. Bo'lmasin. Va Azimjon aka sizga qarang. Eng qiyinchilik nima? Eng katta qiyinchilik bo'ldi sizlarga? O'zicha qarang, javob samimiy degan. Hozir bu yerda o'zi hammamiz aka-ukamiz boshqamiz, ko'chaga chiqqanda samimiymiz boshqa. O'tirib olib, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deyish oson. Shu sohani shuning uchun tanlaganmiz o'zi. Mana imkonsiz bir missiya kelib hozir reklamaga o'taylik, reklama ishlaganmiz. Balki mutaxassislik qiziq bo'lardi-ya, ko'proq odamlar shu sohada kelajagini ko'rishi. Agar oson yo'nalish bo'lganda zotan kirmasdi. Qiyinchiliksiz, o'sha davr uchun qiyinchilikni tuylarga o'tgandan keyingacha, hozir orqaga qarayman, yo'q. Normal, xuddiki normal ya'ni. Qiyinchilik nima bilasizmi? Qiyinchilik, qiyin narsa, yagona narsa shuni bizga ishonch topshirishi degan narsa kimnidir? Shu ishonch. Eng qiyini sizga ishonch oqlash. Yo'q. Hamma joyda ishonch, odamlarni ishontira olish, Shunaqa. bir g'oyaga o'zingizlar ishona olishingiz, ishonch eng muhimi. O'zi eng qiyini bo'lishiga ishontira olish juda qiyin. Hammani ishontira olish qiyin. Lekin mana shu yerda men bir og'iz Jahongir Ahmedov loyihani prezentatsiya qilganda bolalar kontent markazida gazini bosinglar. Men va markaz sizlarga ishora. Siz erishmaydi hali. Hech narsamiz yo'q. Qanchalik imkoniyatimiz bor bilishmaydi. Ishonadi. Katta narsada O'zbekiston ishoning. Necha yildan beri tashkilotlar bor. Men otini aytmayman. Necha milliard budjetda pul oladi. Qani o'rtada bitta yaptalik yo'q. Qani budjet puli yo'q o'rtada. Buni lekin yosh bolalarga ishonib topshirish qo'porib ketsa, biz jamoamiz 3 yillik jamoa, yosh bolalarga shuni nazarda tutaman. Mana shu narsa muhimdir, ishontira olish muhim va ishonish muhimdir. Endi kimdir ishonmasa bo'ladi, jamoada kimdir ishonmaydi, ko'zi yetmaydi, boshqa unga singdira olish muhim rahbar sifatida, shu singdirish jarayoni qiyin. Endi siz vaqtingizni unga singdirishga o'tqizsangiz, qiyin. Uni jarayoonga tiqib qo'yasiz. Ko'mib qo'yasiz ish bilan. Natijada o'zi ishonib ketaveradi. Hozir ijodga faqat multfilm emas, boshqa ishlarni ham. Mana ko'chada film
bo'yicha pastlash, reklama bo'yicha pastlash. Qiyinchilikni ko'rgan mutaxassislar ichimizda bor. Sherzod aka bor, Kadirov, Shuhrat aka Asayev bor. Bunaqa bular o'zi sohani eng qiyinchilik etaplaridan chiqib kelgan odamlar. Butun jamiyatda, sohada, butun sohada jamiyatda ham team liderlar eng qiyinchilikni ko'rganlar bo'ladi va ular tortib ketadi jamoani va vaqti kelib jamoadan team liderlar chiqadi. Shunaqa qilib o'rinlar to'ladi, shunaqa qilib kengayadi, shunaqa qilib professionallashadi sekin-sekin. 7-24 ishlash bu professional emas. Bu o'sha narsani bilish uchun bosqich. Biz to'liq metrajli multfilm birinchisi bo'ldik. Qanaqa ishlab chiqariladi? Full bilib olish uchun 7-24 ishlaydi. Endi bilib olamiz, endi ishlab chiqarish 7-24 ishlab o'tirmaymiz. Chunki qo'limizda u mahorat bor o'zi. Ya'ni bu tabiiy jarayon demoqchiman. Qayta kirsak, qayta yana shunaqa bo'ladi. Tabiiy jarayon. Chunki siz o'zi qo'ygatyapsiz shuni. Qiyinchilikni gapirish uyat bo'ladi demoqchiman. Yo'q, bu qarang, bu Texnik jihatdan qiyinchilik so'rashingiz mumkin. Juda normal. Hozir o'tib ortaqdan yo'q deysiz-da. Mana siz javobni istamagan mutaxassisdan so'rang, yo'q deysiz. Qiyinchilik emas, normal jarayon ekan. Sal ko'proq ishlading, bo'ldi qo'y. yo'q, qarang, men nima haqida so'ramoqchi edim. Bu yerda mana bizada 97-modda degan serial ishladim ko'p. Bu yerda boshida xuddi shunaqa katta bosim bo'lgan. Ancha vaqt serial qilinmagan. Biz xohishimiz juda katta edi. Rejissyor bilan ketayotganimizda aytayotdilar, Javohir juda katta bosim bo'lyapti menga, deyaptilar-da. Не только jamiyatni oldida, o'zimga qo'ygan o'zim sakrab o'tmoqchiman degan narsa. Xuddi shu narsani men hozir sizni gaplaringizdan xulosa qilib olsam, sizga qiyinchilik bu o'sha jamiyatni va sizlarga ishongan odamlarni fikrini oqlash bo'lgan, to'g'rimi? Yoki bu qiyinchilik emasmi? Yo siz prям anaqa уверенmi deysiz, что men shu narsani oqla olmayman degan ma'noda. Hammasi. Endi o'zbek odami, musulmon odamda natijaga anaqa qilmaydi. Xudo topshirib qo'yadi. Ochiq aytaman. Natija eng boshidan olganda mana yillar ketganin jamoani yig'ib turib, borlar. Men tayyor bo'lganim shu jamoaga sizlar tayyormisizlar degan. Butun oilaga qarab, sizlar tayyormisizlar? Bizga ishonishyapti. Chunki siz mas'uliyat yuklashingiz kerak o'zingizga. O'sha narsani rahbar hamma mas'uliyatni o'zini olib olishi, bu juda professionalligi. Mas'uliyat yuklashingiz va siz jamoangizni bilasiz. Zotan siz istamasangiz ham mas'uliyat yuklang o'zingiz. Ishonganingiz uchun ham o'zingizga yuk shuna topshirasiz jamoaga. Endi ishonchni oqlash, bular oqla olamizmi yo'qmi? Ochiq aytaman, bormi? Nobog'da ekan yomon bo'lib qolganda, misol uchun, xudodan natija. Siz harakatingizdan so'ra olasiz-ku, o'sha yolg'on shaqillashish qilasiz-da odam. O'sha 7-24 ishlash qiziq, yoki o'sha qiyinchilikda ishlash qiziq, o'sha qiziq. O'xshaymi, o'xshamaymi, o'sha qasdiyat bilan chiqib ketadi hammasi. O'zim uni o'sha lazzati ham o'sha kinoteatrda yashadi bo'ldi. O'sha ko'chaga chiqib turib kimdir vaqtida maza qilmaysiz hozir. Qaysi bor? Rostdan maza qilmaysiz. O'sha gapingiz bo'ldi. Hozir aytdilar mana o'sha. Rostdan menda shunaqa narsa bo'ldi. Mana boshida premyera bo'lguncha odamlar qanaqa qabul qilar ekan degan hayajon bo'ldi. Hayajon bu tabiiy, inson yashaydigan hayajon bo'ladi. Hayajon bo'ldi. Keyin premyerada o'tirdik va boya aytganda, ya'ni bolalar chapay chaldi. 2 marta emas, orada 3 martalab chapay chalyapti. Biz multfilm emotsiya olamiz. Keyin o'sha yerda har bitta mutaxassis ishoning, qilgan ishidan men qancha xatolar qilganlarimni ko'rdim. Uni men faqat o'sha katta hammani oldida ko'rganim uchun ko'rdim deb o'ylayman. Bo'ldi. Endi u xatolarni bilaman. Endi uni, masalan, xato kamchilik hamma joyda bor. U bahona emas. Bizda ham bo'ldi. Buni ochiqcha aytish kerak. Xatolarimiz bor. Shuning uni xatolarni faqat o'sha mutaxassislar ko'radi. O'sha narsalarni endi bilib oldik, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Endi bizni azjargacha 24-7 ishlamasdan ham O'sha rezultatni bersa bo'ladigan narsalarni o'sha sekin tushunib yetdik. O'shanga qiyinchilik deganda u qiyin bo'ldi. Haligi restoran bosim qilib qolgan ekan-ku. Boshqa qolgan ekan. Ayni zo'r gap aytdi ustoz yaqinda. İşte sel qo'yasan, maqsad qo'yasan, bu sektorda sen perspektiva ishchilik o'zingni qo'polgan hammaga shunday fikrga chetga surasan. Chunki premyeradan eshitdim, ba'zan o'zimning shaxsimga ham, kompaniyamga ham har xil bilib bilmay
nojo'ya harakatlarimiz bo'lgan, biriga har xil gaplar, har bir ish sarkasi oqilyapti. Yoki siz o'zingiz jarayon davomida hamma narsani nazorat qilolmaysiz. Odamlar har xil gap so'z chiqishi mumkin. Lekin siz niyatingizni bilasiz, qalbingizni bilasiz. O'shanda bormoqchi bo'lgan joyingiz qanaqligini bilasiz va hamma fikrlarni, hamma hal qilgan narsalarni chetga o'sha yerga qarab yuraverasiz. Manda xuddi shu siz aytgan rejissyorlik boshida manda qiyin bo'ldi. Nima bo'ldiki, jamoani boshqarish. Jamoa kuchli, lekin nerealniy dedilar. Va yo'l-yo'laga yana qo'shilyapti. Xronometraj 50 daqiqadan 1,5 soatga chiqqan. Bu o'zimiz ham istaganmiz-ku, 50 daqiqadan 1,5 soatga tasavvur qiling. O'zingiz ham istagansiz uchun va xilma-xillik. Bizda mahallada boshlanib, zamon lokatsiyasiga tushadi, keyin filantropiyaga borib, keyin kelajakka borib, keyin Yangi yilga qaytadi. Bitta film ichida 5 xil kalorik. Vahsha qiyin. Modelchilarimizga, bizga outsource ishlagan modelchilar, ularni boshqarib turgan timliklar, animatorlarimiz outsource ishlagan, ularni boshqarib turgan hammani tomi ketib qoladi. Hammani. Va bu yerda eng birinchi qiladigan, ya'ni boshqaruvchini eng tepasida qolgan bitta ishi o'sha aytganimdek, maqsad qilib har xil gap so'zlarga xalaqit qilayotgan hamma narsani chetga surishimiz kerak. Hamma narsani. Men shuni film ishlab chiqarishim kerak degan ani qo'yib oldim. Ikkinchi oydan keyin men o'zimga juda qattiq aniq qo'ydimda. Chunki juda mana pasparanglik bo'lib keturdi. Unisi u gap gapiradi tashqarida, bunisi bu gap gapiradi, unisi bunga yoqmaydi, bunisi bunga yoqmaydi. Qarab olmayki, siz hamma narsani nazorat qila olmaysiz. 1,5 soatlik multfilm ishlab chiqarish degan narsani qo'yib oldim. Shaxs sifatida gapman, bu gapni ma'lum jamoani qarshisida. Bo'ldi, o'sha yoqqa qarab ketaverdim. U davr mobaynida men 1,5 soatlik multfilm ishlab chiqarishdan boshqa hech narsaga men shaxsan ham boshqadan javobgar emasman degan. O'zimga o'zim uni qo'yib oldim-da. Kimnidir xafa qilsam ham javobgar emasman deb buni ko'p ham aytdim. Kimgadir e'tibor, oilamga ham eng birinchi. Oilamga men e'tibor qarata olmayman 6 oy davomida shunaqa deyiladi. Kimgadir qattiq gapirib qo'ysam ham asha qiziqmas edi. Men shu bitgandan keyin 1,5 soat film bitgandan keyingina keyin hisob so'ra. Men roziman istalgancha o'chir so'rashga. Kimnidir fikrini eshitmagan bo'lsam ham keyin 6 oydan keyin aytdim, men roziman istalgancha suhbat qilishga. Kimgadir sal kibrlik ko'rinib qolgan bo'lsa, Alloh asrasin kibrdan, men roziman. Chunki meni yagonagina hadafim, maqsadim shu jamoa bilan 1,5 soatlik multfilmni shu bilan ishlab chiqarish. Sizga ishonchli katta mutaxassislar ham bor. Tashqarida biz endi kirgan sohadan tashqari katta mutaxassislar bor. O'shaning uchun o'sha yoqqa nima yo'l olib borsa, o'sha yoqqa qarab ketaverdim. O'sha nima xalaqit qilsa, o'sha chertib ketaverdim-da, shunda bosimdan qutuldim. Shunda menda energiya ko'paydi. Shunda orqamizda turgan jamoa oldida yuzimiz ora bo'ldi. Bizga ishontirib oldimizda turgan rahbarlar oldida yuzimiz ora bo'ldi. Ya'ni rejissyorlarga rejissyorlarga eng katta narsa bosimdan qutulish uchun o'sha produktni ishlab chiqarish kerakmi? O'sha jarayon davomida maqsadlardan boshqa hamma narsaga uzr deyish kerak. Uzr. O'tgandan keyin ko'rib chiqarasiz, o'tirib, anaqa bir televizor ustida ko'rib chiqaradi, to'g'risida. Men bilan ko'pchilik xafa qilib qo'ydim o'sha ishlab chiqarish davomida. 150 kishini boshqarasiz, shunaqa bo'ladi. Rejissyorlar shunaqa o'zi anoni olsin demoqchiman. Uzr. Azimjon aka, qarang, xuddi shu gapingizni fikriga endi biz bilamiz, kinoda ham, reklamada ham shunaqa joylar bo'ladi, kesib tashlash. Sehrlandiyada shunaqa qanaqadir sahnalar bo'ldimi? Deyarli yo'q. Kesib tashlash. Deyarli yo'q. Mana qayta ko'rilib 1,5 soat bolalar uchun uzoq deyildi. Rosa qayta ko'rib qattiq kesamiz deydi. Bu yerda nima deydi? Xudo berdi. Men aytaman, Xudo bu loyihaga baraka bergan deyman har tarafdan. Oqolasiga ham, ssenariysiga ham, merchinga ham, uni tepasida turganlarga ham, yonida hammasiga Xudo baraka berdi. Ya'ni bolalar kontent rivojlantirish markazini ochilishi bir baxt bo'lsa, bu loyihani qila oladigan loyihalarni bu loyihani qilishga tayyor bo'lib turishi bu boshqa bir baxt. Va Najot ta'lim markazini o'z vaqtida bu loyihaga investitsiya kiritishi loyihalar mishinga bu boshqa bir baxt-da. Qarang, Alloh chevarlik. 3 yil oldin, 3 yil keyin bo'ladigan voqeaga hammamizni fokusimizni qaratib qo'ygan edi. Ya'ni men shunga aytaman-da, baraka berdi. Misol uchun, o'zingiz boya ham aytdingiz-ku, qiyin etapida, chunki men moliyaviy jihatdan oqlamas edi, oilaga ham ko'p vaqt ajratmas edi. O'zi ko'pchilikni ham ushlab turadigan narsa u moliyaviy jihatdan deb o'zi moliyaviy jihatda sizni qo'llab-quvvatlamasa, nima o'zi? Olishdan maqsad nima bo'ladi? Qarang, davlat ajratgan bunga yordami, markaz bunga kiritgan investitsiyasi bu bolalar kadr rivojlantirish markazining loyihasi. Moliyaviy jihatdan o'zini oqlamaydi deya olmayman. Xalqaro bozor bilan raqobat qila olmaydi. Alhamdulillah bu loyihadan hamma uyga yaxshi non olib kirdi.
hamma oilasiga yaxshilanib qarabdi moddiy. Hech kimni boshqa tashkilotlarga nisbatan alohida подчеркнуть qilaman bolalar rivojlantirish konsert markazini. Bu borada haqiqatda ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha men aytaman to'g'ri maqsad bo'lganda. Men bilaman tashkilotlar loyihalar chiqarishadi, ijodkorlarga ijodiga ham qo'yib qo'yishadi. Necha pul daromad ko'ramiz buning orqasidan. Senga mana shu loyihani bersak deydi. Konsert markazi emas. Ya'ni demoqchimanki, bu xalqaro bozordan nisbatan past demoqchiman ancha. Tushundingmi? Keyin endi bizni nima anodisi ijtimoiy mas'uliyat bor edi-ku. Elyor aka shuni qilishi kerak bo'lgan birinchi pastdan shu rassomlardan. Ham boshlashi kerak. Buni orqasida balki rassom bo'laman degan qanchadan qancha odamlarga sababchi bo'lib qoladi. Endi bu soha mutaxassis sifatida endi O'zbekistonda o'zimizning ham farzandlarimiz bor. Nimaga biz o'zimizni farzandlarga Rossiyani, Yaponiyani, Amerikani multfilmini ishlab chiqargan multfilmini qo'yib berish kerak, bilib qo'ymiz. Multfilm kimniki bo'lsa, bola o'shaniki. Agar multfilm Yaponiyalik bo'lsa, o'zbekning bolasi yaponlik. Agar multfilm Amerikalik bo'lsa, unga o'zbekning bolasi muxlis bo'lsa, o'zbekning bolasi amerikalik bo'lsa. Bu dard bo'lishi kerak har bir multfilm kompaniyasida. Bizda shu dard bor, ijtimoiy mas'uliyat bor. Agar biz ishoning, pul berilmasdan turib, davay nima qilasizlar? Hech bo'lmasa yeb ichishlik yetarli pul beramiz desa ham bu ijtimoiy mas'uliyat bor-ku, qilardi. Zotan shuning uchun biz bormiz. Qilamiz. Mana hozir yo'lbars berarlar degan loyihamiz bor. Nima uchun qilishimiz kerak? Yo'lda qanchadan qancha maktab bolalari o'lib ketadi. Yo'lda qanchadan qancha shoferlar bir-biriga azob beradi. Yo'lda qancha qoidabuzarliklar bo'ladi. Bu nimaga? O'sha yoshlikdan o'sha ta'lim yo'qligiga. Biz o'sha ta'lim berishga majburmiz, mas'ulmiz. Ertaga bugun bizni yo'lbars berarlar filmini ko'rgan bola 20 yildagi yo'llar qoida buzmasa, 30 ko'rsatgan tezlikda 30 yursa, chunki yosh bola urib olishi mumkin. Maktab oldidan tez o'tma, hali ichidan tez yurmasin. Ya'ni bu mentalitet, madaniyat paydo bo'lsa. Va biz bunga bu loyihani qilgandan keyin 50 yildan keyin katta davrada o'tirganda maqtana olaylikki, soha mutaxassis sifatida jamiyatda mana shu og'irlig'ini biz ko'tardik. Bir qismi. Ijtimoiy mas'uliyat bo'ldi. Va o'sha jamiyatdagi og'riqdan kelib chiqib yondashamiz har bitta loyihamizda. Bo'lmasa pul topish juda oson. Aytib pul topish juda oson. Bu sohadan ham pul topish juda oson. Lekin jamiyatdagi og'riq bo'lmasa, mana biz Convert Production ateliyaga sharaf qo'yib, jamiyatdagi og'rig'i O'zbekistonda reklama bozori o'zbeklarning sostavidan jamoasidan tarkib topgan kreativ reklama shakli bo'lsin dedilar. Va bu narsani eplagan odamlar. 65 agentstv bu narsani qoyillatgan odam. Ya'ni kompaniya o'laroq ular qisqa muddatda Texnomartdan Korzinka Productiongacha bordik-da. Biz juda qisqa muddatda bordik. Juda qisqa muddatda. Rostdan ham. Bunda ham Alloh baraka bergan. Chunki niyat to'g'rida. Biz o'zimiz hozir qora ko'zda urush boshlangandan keyin Rossiyadan qancha production keldi, hamma reklamalarni lekin ular olishadi. O'zimizni talant qora ko'zda bor. Uni isbotlash kerak dedilar va isbotladilar. Shunaqa. Mana o'zimizni personajga yaxshi rassomlar bor. Kreativ rassomlar bor. Biz Texnomartlarda yoki Korzinkalarda qarab qolardik. Biz bergan deadline 3 kun ichida pre-production qilib, 3 kun ichida bozorda syomka qildik. 3 kun syomka. Buning uchun mana bunga faqat o'zbekcha deydi. Bunga faqat o'zbekcha deydi. Yana to'suvdi. Yana demoqchimanki, ya'ni ijtimoiy mas'uliyatdan hammasi, ya'ni. Agar ishingizni orqasidagi niyatida shu narsa yotsa, o'zi oson ko'rinib ketaveradi. Ko'p ko'raman, baribir ssenariyni umuman syomkada senzurada bo'ladi. Umuman bizda senzura bo'lmadi. Umuman bo'lmadi. Bizda hatto Jaloliddin replikasi bor. Robotlab o'rab oladi, avtomat bilan kelib qo'rqoq personajda. Voy, sikkisan maylimi deydi. Ya'ni bu ajoyib bolalar maza qilib kuladi shu joyda. Kuldi ham-da. Bu umuman senzura. Men aytaman-ku, mana markaz ijodkorlarga ijodingni qil, mana ta'minlolgacha ta'minlolli degan nazariyasi bor-da. Va xudoga shukr, ular birinchi katta loyihasida biz bo'lib qoldik-da va mana real case o'laroq men aytishim mumkin. Biz real case'mizda ijodkor sifatida maza qilishdik. Markaz bilan hozirgacha maza qilishimiz real case'miz. Bizda rolada tanlov juda ko'p bo'lgan. Tashkilotda juda ko'p tashkilot ekan-ya. Biz homiylik qilamiz. Lekin ularning maqsadini orqasida bilyapman, qayergadir yoqish, kimgadir yoqish, o'zini obro'sini oshirish bo'lganda, shuning uchun ham ishlamaganmiz hech qachon. Lekin bu joyda markazda u narsani biz sezmadik. Shaxsan men umuman sezmadim. O'shaning uchun bu bir ne'mat ijodkor uchun. Elyor aka, sizda qarang. Qisqa vaqt ichida juda katta ob'em ish qilish kerak edi. Shuni bo'yicha to'g'rimi? Elyor aka, bitta vaqtda. Men endi
O'zi qiyinchilik so'ramoqchi edim sizda shunaqa bo'ldimi? Yo bo'ldi men buni qilolmayman deb tashlab chiqib ketadigan xarakterida yo'q bu narsa. Yo'q, tashlab ketib yoki bunaqa narsa bo'lmadi. Faqat menda bitta narsa jahlimni chiqazgan. Uni misol uchun juda ko'p mutaxassisda bo'ladi bu narsa. Nimaga? Siz bitta ish qilayotganingizda boshqa ishga buni to'xtatib turing, ma'lumot bermasak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Elyor bittadek 20 deysiz. To'g'risini aytsam, lokatsiyani chizish kerak, misol proks detallarni chizish kerak. И shuni ustiga rasmdorlik ham qilish kerak. Hammasi va chunki hammasi pre-productionda tayyor bo'lishi kerak. Keyin Azimjon aka bir kun rasmdorlik chizardik, bir kun lokatsiya chizardik. Misol uchun o'sha rasmdorlikka joyini berardik, layout qilib turguncha lokatsiyani chizib modelchiga berardik, layout ish tugasa yana rasmdorlikka chizardik ozgina, keyin lokatsiya berardik, props detallarga yana modelchilarga ikki shu narsa Hamma yuk renderga kelgan keyin. Hamma bosqichlar xato chala-chala kelgan. renderga kelganda render qoplagan. Bu aniq. Qani, shunaqa. Bu ongli ravishda qilingan ish. Ongli ravishda. Qarang. Multfilmda bitta vaqtda hamma joyda yurmaysiz. Lekin biz bunda majbur bitta vaqtda musiqa ham, musiqa o'g'lim bitta vaqtda boshlaydi, bitta vaqtda musiqa ham, dublyaj ham hammasi bitta vaqtda boshlaydi. Hammasi dublajlargacha bilasan. O'zi multfilm bilan kino bundoq qarasangiz, ishlash texnikasi почти o'xshab ketadi. Shu ichidagi mutaxassislar, misol uchun multfilmda ham rejissyor bormi? Bor. Постановкаchi художник bormi? Bor. Misol uchun operator bormi? Bor. Faqat ularning atalishi ozgina vazifasi o'zgaradi bo'ldi. Misol operator kinoda syomka qilib beradi. Multfilmda o'shani постановкаchi o'tiradi, layout artist o'z texnik vazifasini bajaradi. Ketdi animatorlar, aktyorlar o'rnini animatorlar egallaydi. Uchun kinoda aktyorlar o'zi jonli rol o'ynab bersa, animatorlar uni jonlantirib beradi. Shuni mana bir og'iz so'rab ketaylik. Bir anaqa Hilol animationga borganimda animatorlar kelib ko'rsatardi. O'zi qanaqadir rol o'ynaydi. Personajni o'ziga kamera qo'yib qo'yib rol o'ynab, personaj shunaqa qiladi. Hali bu sohada qiladigan ishimiz ko'p. Biz chet elga yetib olishimiz kerak. Hali inshaalloh keyingi ishlarimiz nima bo'ladi? Hali chet elda Johnny Depp. Unga o'tamiz. Aka, kelajakka o'tamiz. Keyin unaqa bo'lmagan. Sohani tashlab ketish yoki bo'ldi, charchash degan narsa bo'lmagan. O'zi Azimjon aytgandek xarakterlarda yo'q. Bu xarakterimda yo'q o'zi. Misol uchun men rozi bo'ldimmi, o'shani oxirigacha maksimum kuchimni, vaqtimni berib, oxirgi natija yaxshi bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Lekin yarim yo'lda tashlab ketish degan narsa yo'q. Oxirigacha maksimum bo'ladi. To'g'ri, biz jamoat berdik. Misol uchun shu narsani qildik, epladik, to'g'ri. O'rtada baribir ozgina tushunmovchilik bo'ladi. Ozgina jahl chiqadi. Bu tabiiy hol, chunki bizda o'zi deadline ham shunaqa edi. Bosim ham shunaqa darajada bitta manda emas, hamma yo'nalishda shunaqa edi. Endi просто o'sha yerda nimaga desangiz, просто художник kabi. Yordamchilar bormi? Yo'q, yordamchi yo'q. Aytmoqchi, o'zi ikkita художникimiz bor edi. Ikkita художникimiz bor edi. Shunaqa. Bu ikkita degan narsa. O'zi hech kim ko'pmas edi. Ikkita художник. Aka, художник kelmaydi. O'zi hech kim ko'pmas edi. Ikkita художник, bittasi faqat personaj chizardi. Bittasi men edi. Bu o'zim maqtash emas-ku. Art direktor misol uchun yordam bergan, ancha yordam bergan o'sha referenslar yoki boshqa narsalar. Просто aytmoqchi bo'lganim, qisqa muddatda bo'lgani uchun hamma juda katta bosim stress bilan ishlashgan. Lekin hech kim qo'rqmagan. Hech kim men eplolmayman degan demagan. Eplolmaymiz degan uchun ham bu narsani olganlar. Sizda o'zi portfolioda anaqa bo'lganmi? Filmdan oldinlari ishlar? Oldin bir ishlaganman, Lola kelishimdan oldin bir ishlaganman. O'zi umuman bu sohaga mana kelishimgan u. Men o'zi kino художникman, постановкаchi художникman. Kinoda o'qiganman, universitetda ham. Bu yerga multfilmga kirishim sababi ham xuddi shu narsa bo'ldi. Nima bo'lgan? Lola animationdan oldin ishlagan, bir yil studiyam ham bor. Hozir yopilib ketgan. Bir og'iz studiya kirdi. O'tda o'shani ham xuddi shu vazifani bajargan. O'sha studiyada bilganman. Ular ham rassomdan olishgan. Rassomlarning ichida bizda bitta narsa bor. Hammamiz portfoliosi bitta qarasangiz, hammasi portret. Juda ko'pchiligi portret. Faqat personajga aniq qilib urg'u berishadi. Yo'q, multfilm faqat personaj bilan emas. Uni
fonlari, backgroundlari, lokatsiyalari, detallari, uni atmosferasi, environmentlari u juda ko'p ham yo'nalishi. Endi uni ustiga raskadrovka qo'shiladi. Raskadrovka misol uchun hamma rassom qilolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ko'nglingizdagidek qilib bera olmaydi. Eng qizig'i, misol uchun kino raskadrovchi bilan multfilm raskadrovchisi o'rtasida ham farq bor. Nima? Misol uchun Film rakurslar umuman boshqa. multfilmni misol uchun siz ssenariyga qarab tanlaysiz. Misol uchun yoshga tanlaysiz. Misol uchun 3 yoshli, 4 yoshli bolalarga har xil rakurs qo'yib tashlay olmaysiz. Kino boshqacha. Biz hozir ham mana ko'rib filmni o'stirishimiz kerak o'zimizda. Chunki detskiy rakursi umuman yosh bolalar rakursi umuman boshqa bo'larkan. Mana Humoyinova ustodim ko'rib ayttirasiradi. Juda tez ayttirib ko'rib yaxshi, ishli zo'r. Endi ustozda har doim birasi nima deydi, sirasi feedback beradi. Zo'r deb, bu yaxshi ustozlik bor degan. Sal operator, biror yoki shunaqa operator top, operatorskiy kuchaytir jamoangni. Yosh bolalar rakursini ko'proq ishlalaring. Chaqiring. Yo'q, yosh bolalar rakursi qarang, bu to'g'ri gap. Biz ham hozir buni bilamiz, yosh bolalar rakursi. Bu film boshqa dunyoda. Endi biz sekin-sekin kirib boramiz. O'shaning uchun bor xatolarimiz, kamchiliklarimiz. Bular eng muhimi biz ongimiz xudoga shukr yetib turibdi bu narsani. Rivojlantirishga hali o'zimizda ehtiyoj ko'pligini juda yaxshi bo'ladi. Endi o'sha narsani ustida yana ishlayapmiz. Ish davomida ham aytmoqchi bo'lganim, o'zim ham bu sohaga kirishman. Misol uchun menga qanaqa multfilmga birdan o'tib ketib aniq qilishim o'sha именно mana shu men o'zi personajga emas, bu yoqqa urg'u bergan sababim ham bor. Chunki men o'zi tegi shunaqa, nima desangiz, men o'zi kollejda ham landshaft bo'yicha o'qiganman. Landshaft dizayner bo'yicha o'qiganman. Ular endi u yerda men ko'proq perspektivani o'rgangan. Joylashtiruv va perspektivani o'rgangan. Keyin bo'lib bular oliy ma'lumotli mutaxassis o'zi yozib qo'yinglar tintirib. Keyin misol uchun men oliy ma'lumotli emasman-da. Keyin fotograf bo'lib ishlaganman. O'sha fotograflik jarayonida men уже общий, крупный, средний masala rakurslarni o'sha paytda o'rganganman. Endi misol uchun kamerada boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin общий, средний fotoda ham, videoda ham bir xil ketadi. И men o'sha narsa menga kinoga tortgan. Kinoga kirganimdan keyin u yerda yana chuqurroq o'rganib, keyin multfilmga kelganimdan keyin multfilmda bitta ko'ryapman. Bo'ldi, mayshlarni ozgina og'riqli joyi bor ekan. Mendan faqat ko'pchilik mutaxassis uchun 10 ta mutaxassisdan 7 ta 8 tasi faqat mana shunaqa. Faqat personajli. Даже personaj chizganda o'sha personajning xarakteriga, atmosferasiga mos fon ham chizishmaydi ko'pchilik. Faqat personaj chizishadi. Siz atrofi bilan yanada lighting o'shaning rang palitralari bilan, chiroqlari bilan qilsangiz, u sizlarning obrazingiz yanada ochiladi. Jamoamiz zo'r. Personaj rassomiz ham zo'r. Hammasi yaxshi. Mana keyin ma'lumot saqlab bo'lib o'tganman. Bu narsa menga yo'l. Hozir misol uchun kimgadir maslahat berishga bo'lsa, rassomlarga birinchi navbatda perspektiva o'rganish to'ppa-to'g'ri. U odam chizadimi, boshqa narsadan perspektiva. Chunki odamni faqat biz statika mamlakat to'g'ridan lobdan qara olmaymiz. Multfilmda ham rakurs bo'lishi mumkin. Uni aylantirib chizish kerak modelchiga. Misol uchun, misol mana perspektivada 2 nuqtali, 3 nuqtali perspektiva, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hamma narsada biz 2D ko'rishni o'rganib qo'yamiz. Faqat to'g'rini. Biz uni burchak ostida 45-90 gradusda qarash uchun ham perspektivani bilish kerak. Bu orada o'sha kim rassom bo'lmoqchi bo'lsa, ularni yoshida mana Yedir aka dars beradi. Kelib shogird oladilar. Qo'lidan hamma nimadir kelsa va punktlarni odam bo'lsa, men asos o'rgatmoqchi emasman. Ko'chada mendan pochirk jihatdan yaxshi chizadiganlar ham bor. Pochirk bundoq qarasangiz, u mana ishi yaxshi deysiz. Pochirk jihatdan, masalan, ranglari boshqacha yoki liniyalari boshqacha, u bordir. Ko'chada bor, shunaqa bo'ladi. Endi qarang, multfilmning ichidagi narsani, mana shu multfilmga qiziqadigan rassomlar bo'lsa, o'shalarga multfilmda qanaqa ishlash kerak? Multfilmda qanaqa ishlash kerakligini narsani bu Multfilmlarda rassomlar eng qiynaydigan narsa nima o'zi? multfilmda o'zi rassomlar kerakli eng narsa mana boyaga gaplashganimizdami? Sizda og'zaki feedback yoki og'zaki sizga tushuncha yoki yozuv. Misol uchun Jaloliddinni ozgina ochko'z bo'lsin, opatkani bo'lsin yoki lekin qalban mehribon bo'lsin degan narsa ta'rif berildi, misol uchun. Endi tasavvur qiling, ochko'z odam qanaqa bo'lishi kerak? Ochko'z odamni hammasi semiz bo'lmaydi. Bizda shunaqa Misol uchun, lekin tasavvurda ko'p ovqat yeydigan odam har doim bizda
semiz odam mana javob ko'p yeydi. Yo, men tanishlarning orasida bor. Shundan ko'p yeydi, lekin ishoning u semiz emasda, hech qanaqa dish ta'nosi yo'q, besi yo'q. Lekin bizda shunaqa narsa bo'lgan. Lekin uni shirin ko'rsatish degan narsa bor. Agar real qarasangiz, unaqa ko'rsatamiz. Lekin uni shirin ko'rsatish uchun ozgina do'mboqroq qilasiz. Yuzdani qizartirasiz. Pumporoq. Xullas, qilasiz. Odamni ichidan chiqayotgan frostdagi gaplari bilan siz o'sha narsani olib chiqib berishingiz kerak. Vizual ko'rsatib berishingiz kerak. U odam ham vizual ko'rganda yanada 100% o'yinroq bo'ladi. Mana mana shu narsani xohlayapti deb. Endi u narsani ham gap bilan, ham rasm orqali o'shani hammaga ko'rsatadi. Mana mana shunaqa narsa bo'ladi. Bir xilda misol uchun ssenariyni o'qib, uje o'qiydigan odam. Kitob o'qiydigan odam, kitob o'qib ijrolaydiganlar bor-ku. Ular uje miyasida uje tasavvur ketaveradi-da. Ham o'qiydi, ham tasavvur ketaveradi o'shanda. Bir xilda o'qiydi, hech qanaqa emotsiya olmaydi. Ular hali u darajada emas, misol uchun aytmoqchi bo'lganim. Tasavvur qilishi Prosta o'qiydi. Tasavvur qilishi. Bir xil odamlar shunaqa bor. tasavvurdan iborat. Ssenariyni o'qiydi, tasavvur qila olmaydi. Nimani tushundingsa, umumiy mana shu deydi. Endi uni siz referenslar bilan tushun, rasmlar. Endi baribir odam ko'proq ko'z bilan qiladi, his qiladi. Ko'p narsani xalqlarni yoki gap so'zlar bilan ko'z bilan ko'p narsa ehtirot beradi. O'shaning uchun ko'rgandagina, misol uchun ko'p narsa hal bo'ladi. O'shaning uchun raskadrovka yoki eskizlar bitta multfilm emas, kinoda ham, dizaynerlarda ham hammasida kerak. Sizni juda ko'p narsalardan asraydi. Nima bu? Katta rasxoddan asraydi, katta vaqtdan asraydi. Siz g'oyangizni zo'r deb o'ylaysiz, lekin uni bitta pochirk bilan yoki bitta real ko'rganingizdan keyin, "Ya, unaqa emas ekan-ku" deysizda, lekin o'tda siz katta pul tikib qo'ygansiz. Uje praval bo'ldi. Siz lekin uni o'sha katta pulingizda ajramagan qismini, misol uchun, ozgina qismini o'sha mutaxassis bilan bitta ishlab ko'rsangiz, bo'ldiki, o'ylang bo'lasiz. Bu bo'lmas ekan, men bo'ldi ko'rdim dedi-da, katta ham vaqtdan yutadi, ham rasxoddan yutadi. Xulosa o'laroq aytishim kerak. Bizning vaqtimiz Chegaralanmagan. juda chegaralangan, chunki Azimjon akam qornlari och. To'g'ri. 11 da tugatinglar dedilar. Yana bitta savol bor. Bitta savol. Keyin men ham yakunlaymiz. So'raymiz bari. Kinoda umuman rakurs masalasi bo'ladi. Svet hamma narsa masalasi bo'lishi qanaqadir ограничение borda. Nega yo'q? Yo'q, bu bor masajami? Masaj bizda bordi. Bizda bor. O'sha multfilm animatsiyada umuman unaqa ограничение qanaqa bor? Ограничение bormi? O'zi balki bordi, qarang. Shaxsan menda yo'q. Studiyamizda ham yo'q. Ijodda ustiga ko'rilgan yoqilmaydigan narsa ustiga bizda hammasi nazariyani bilamiz. Mana oliy ma'lumotli, men akademiyada o'qiganman. Bizda mutaxassis oliy ma'lumotli hammasi sohani o'yinning mutaxassislari bor. Ijod o'zi shu nazariyani bilasan, u nazariyadan o'zingning ijodingni qo'shib boshqa narsa yaratishing kerak. O'zi stabil mana svet o'qishga kirib qo'yding, kontrol qo'yding, bo'ldi bitta ish, lekin o'ttiz ham boshqachalik qilishing kerak. Kinoda ham standart degan narsa yo'q. Standart odamlar bo'lishi mumkindir. Qonun yo'q standart degan. Multfilmda yo'q u narsa. Nima bor? Mana multfilm bola ko'ziga mani nazariyam qarashim bo'yicha yorqin bo'lishi kerak, yoqimli bo'lishi kerak, yumshoq bo'lishi kerak. To'g'ri, janrdan kelib chiqadi. Bu yerda baribir art direktorni rang palitra bilan o'ynashi muhim bu yerda. To'g'ri? O'sha multfilm janridan kelib chiqib tanlangan stil muhim. Kino bilan bir xil kinodan farq qilib berolmayman. O'sha sizni voqeangiz deyil, baxt haqidami? O'sha yo'q pushta yoqqan tarbiyasiz yumshoq siz mana bizda nima qilamiz? Rang palitrada ham, svet pastonkida ham 5 xil akasanadi, 5 xil xarakter, 5 xil tasvir bergan. Kelajak musiqada ham shu. Color grading borada Shahriyor aka degan O'zbekistonda yagona colorist assotsiatsiyasiga a'zo odam, xalqaro. O'sha odam color grading qilgan, professional color grading bo'ldi bizda. Bu juda qiyin jarayon, alohida yana vaqtimiz tushuntiramiz, juda qiyin jarayon. O'sha 5 xil atmosfera tanlangan. Art direktorni ishodning g'oyasidan kelib chiqib, bu yoqda yumshoqroq, bu yoqda og'irroq, bu yoqda kontrastliroq, bu yoqda diskontrastliroq, bu yoqda yorqinroq olib ketganmizda. Svetlar bor, misol uchun deylik, men ko'rganman bir xil multfilmlarda o'ta kino uchun yondasha boshladi. Bir xil multfilmlarda o'ta sodda yondashadi. Bu toza o'sha ijodkor o'zini g'oyasidan kelib chiqdi. Sizda qanaqa kino uchun bo'ldimi? Siz barobar Bizda nisbatan O'zbekistonga
produktiga nisbatan ko'rganda mutaxassislar ishlagani bilan. Hozir siz bu savolni o'zingizga berishmoqchi sal unaqa. Shunaqa. Qiyin. Ya'ni kino O'zinglar nima kino shunday degan deysiz? nazari yo'q-da qarang. Yani man shunga qarshi kino shunday degan nazari yo'q. Svetda qo'yishni bilmaydigan mutaxassislar bordir. O'shaning uchun kino shunday degan nazari chiqib qolganda. Man ayting, qanaqa bo'lgan? Siz ham ko'rdingiz, siz ham premyeraga bordingiz. Ko'rdim. Joy yetmadi menga. Man bitta narsani ayta olaman. Endi men buni baribir ham podgotovka jarayonida ham ko'zim tushdi. Did bilan qilingan. Ranglar bo'lsin, chiroq bo'lsin, bu hammasi did bilan inson ko'rganda o'sha xalaqit qilmaydigan darajada qilingan. Tabiiy va sajziga harakat qilyapmiz. Endi u nima desam bo'ladi? O'sha o'ylangan dunyolar tabiiy emasdir, o'ylangan, lekin o'sha ichidagi chiroqlari, ranglari, bolalar uchunligi hammasi men uchun juda yaxshi ishlangan. Kadrlar orasida texnik kamchiliklar bo'lgan sahnalar orasida. Bilamiz. Imkonsiz. Endi Umumiy tasvir etganingizdek tabiiyligini suyib qo'yganmiz. eng katta chegara menimcha bu kinoda ham, multfilmda ham bu vaqt bo'lsa kerak. Chunki Tushibdi bilan. endi Lolani kutishibdi endi. Rostdan aytaman, bu yaxshi narsa. Uzoq deadline'ga o'zi mana. Mashina bir uzr endi boshqa umuman boshqa ruscha so'zdan kesib harakat qilaylik iltimos. Umuman ruscha terminlarni mashina birinchi ikkinchisi ko'rsatda qiynaladi-ku. Uzoq yo'lga chiqqaningizda, to'g'rimi? Biz ham uzoq yo'lga chiqqanmizda. O'zbekiston avvalroq uzoq yo'lga chiqqanmiz. O'zbekistonda shu multfilm yo'nalishida uzoq yo'lga chiqqanmiz bizda. Endi uzoq yo'lga chiqqaningizdan keyin, qiynalib olganingizdan keyin trassaga chiqib qo'yganingizdan keyin xotirjam ketadi. Hali Gollivud Pixarlar xotirjamda hozir. Ular katta byudjet bilan kiyim ishlab chiqaradi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib. Ularga ana yo'q qisqa muddat degan narsa, tushuncha yo'q, jinnimisan deydi ular. Qanaqasiga deydi. Olib kelib qo'ying 6 oy multfilm qilib, tomi ketib qoladi. San professionalsan deydi. Lekin ulardan oldingi pakkalardan o'tgan ular. O'sha qiyinchilikdan o'tgan Pixarlarning kitobida yozilgan o'sha chiqmas ko'chalarga kirishgan. Toy Story'lar ishlagan. Chiqmas ko'chalarga investorlar tashab ketgan. Bitta dunyoda multfilmda mana ChatGPT yozsanglar bir qancha multfilmlar bitmaydi dedilar. Praval multfilmlar bor. Men atay qahramon sehrlarni qilganimdan keyin ChatGPT yozganman. Mana shuncha spesifik bergan. Bu juda katta byudjetda ular. O'sha jamiyat o'laroq ham O'zbekiston ham mana rivojlanish etapidamiz-ku. Bu soha rivojlanish dedi, barcha qiyinchilikdan o'tmasak bo'lmaydi. Men endi bilmayman. Bizdan keyingi mana studiyamizdan kelib chiqyapti. Hozir kirayotgan xodimlarimiz biz ko'rgan qiyinchiliklarni emas, tartibga tushgan hayotdan boshlasin deymizda. Nima bu tabiiy mana Germaniya hozir rivojlangan davlatda, Germaniya qarang, urushdan keyingi pokoleniya, bitta pokoleniya umrini bitta pokoleniya nima o'zbekcha? qatlam. Toifa. Bitta bitta avlod o'zini fido qilgan. Rossiya ishlagan ular. O'shaning uchun nemis xalqi mehnatkash xalq deyiladi. Intizomli. 6 ish boshlashgan ham boshlaydi rolni oldi. 7 tugatishgan tugaydi. O'shadan keyin o'zi tugatganda hozirgi nemis zaxir yashaydi. Biz ham intizomli bo'lishimiz kerak. O'sha 6-ga chiqib olamiz. Lolani boshlaydi. To'p. Lola animasi va jamoa yo'lga chiqqan. Inshaalloh. Keyingi bekat xudo xolasa nima bo'ladi va Sehrlanjani davomi bormi? Niyat qilamiz, umid qilamiz. Markaz bizga hamma madadga tayyorligini bildirdi. Yaqin studiyasiga kelib ketdilar, Jahongir aka Ahmedov va o'ta juda yaxshi motivatsiyalar berdilar va chin ko'ngildan bu narsani davom ettirishimiz kerak degan samimiy gap aytdilar. Buni xalq ham istabopti, sharoit taqozo qiladi. Inshaalloh albatta davom ettiramiz. Har bir ishni biznes tarafi ham bordi. Sehrlandiya xudo xohlasa davom etadi. Hali bu Sehrlandiya O'zbekistonning har bitta qishlog'idagi kichkina televizorga yetib borib, hali ko'ramiz hali. Faqatgina kinoteatr bilan chegaralanmaydi. Endi kelajakdagi maqsadlarimiz biz inshaalloh kichkina biz akademiya qilish niyatimiz bor. Ya'ni biz endi multfilm qanaqa ishlab chiqarishni bilamiz. Va buni boshqalarga A'dan Yasigacha akademiya o'laroq o'rgatish dardimiz bor. Mutaxassis o'laroq hamma katta film kompaniyalarida akademiyasi bor o'zi. O'zini yo'li, o'z paytlarimizni yo'lga qo'yib oldik. Endi kamida qanchadir muddat biz mana shu yo'lda bir oy, yanvar oyi faqatgina o'tirib ish tizimimiz haqida ishladik. Qanaqa qilib mana katta jardan o'tdik, qanaqa qilib biz endi ishlaymiz. Xalqaro bozorga chiqish xudo xohlasa. Xalqaro bozorga chiqish.
va o'sha jamiyatga manfaatli loyihalarni endi sonini ko'paytirish. Katta gapirib tashlashim mumkin. Lola yoqtirmaydi, Elyor akaga yoqmaydi, menga yoqmaydi. Rostdan yoqmaydi. Bunday qilib tashlaymiz, bunday qilib tashlaymiz. Yo'q. Eng birinchi dardimiz yurgan yo'limizdan sapmaslik, ya'ni chetga chiqmaslik. Dunyo dardi, mashhurlik dardi bizni chalg'itib qo'ymasa. Eng katta dardimiz shu. Shu yurgan yo'limizda endi yana ham tezroq, yana ham yaxshiroq, yana ham osonroq yuraylik, yana ham ko'proq yuraylik. Maqsadimizni qo'yib bo'lganmiz-da, bitta ishdan keyin o'zgartira olmaymiz. Inshaalloh. Rahmat, tugatsak bo'ladi, Xudo xolisa. Men Sehrlanjada eng yoqqan narsa bolalar uchun. Ya'ni ma'nosi ham sodda, ko'p narsalar sodda bolalar uchun qilingani ana ko'proq xursand qildi. Aytaman, Xudo baraka bersin. Juda ko'p inson bunga hissasini qo'shgan. Bitta odam ko'pchilikda film rejissyorligi deydi. Bu haqiqiy bo'ldi. Rosa haqiqiy bo'ldi. Men shunaqa odamlarni bildim. Har yakshanba bolalar uyg'onadi-da, sehrlanja deb baqirisharkan, olib chiqib, kinoteatrga olib qo'shib, qaytib chiqib, mana shunaqa odamlar ham bo'ldi. Akalar, rahmat kattakon. Xudo xohlasa yana bir o'tiramiz. Endi Azizjon aka munosib bor, adablar aytib bering. Shuni. Rahmat. Charchaganlar kelsin.